Qadırlı qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünləri qısqan qarşılamız. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti. Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Təşkilatı. Şərq Türkistan Parlamenti Şivisiya Uyghur Komiteti 5 fevral günü G'ulji qirg'inchiligining 27 yilligini xotirlash munosabati bilan dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiriq qilish, xalqaro jamiyatga Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirishning zaruriyatini tonutish va mustaqilligimizni asliga keltirishdagi zarur qadamlarni bosishimiz uchun yordam qilishga chaqiriq qilish maqsadida namoyish o'tkazdi. Eng oldi bilan Amerikaning poytaxti Washingtonda Oqsaroyning oldida Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandining boshchiligida o'tkazilgan namoyishni diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan Milli Marshidan keyin Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi axborot e'lon qilib mundaq dedi. Xitoy tajovuzchilari vatanimizni 1949-yili ishg'ol qilib olgandan keyingi necha 10 yil mobaynida Sharq Turkistonda ishg'ol, mustamlika, irqiy qirg'inchilik, nurg'ulg'an vahshiylik va qatliamlarni yurgizdi. Yaqinqi zamonda Sharq Turkistonda yuz bergan vahshiyligi bilan tanilgan qirg'inchilikning biri G'ulji qirg'inchiligi bo'lib, 1997-yili 5 fevral kuni minglagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Xitoyning necha yillik bostirishlariga chidab olmagan turkiy xalqlar G'ulji ko'chalariga to'kilib, tinch namoyish qilib, davlatimizga mustaqillik, xalqimizga hurlik talab qildi. Qoida bo'yicha xalqimizning qonunliq shikoyatlarini anglashning o'rniga Xitoy tajovuzchilari davlat terrorizmi yurgizib, qazliq bostirdi. Bu G'ulji qirg'inchiligi deb tanildi. Tinch namoyishchilardan yuzlarcha kishi o'ldirildi, 10 minglarchasi tutqun qilindi. Bugun 1997-yili yuz bergan G'ulji qirg'inchiligining 27 yillik xotir kuni. Biz Xitoyning rayimsizlarcha bostirishlariga parvo qilmay, xalqimiz uchun adolat talab qilib, Xitoyning necha 10 yildan beri davom qildirib kelayotgan mustamlika va irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirmoqchi bo'lgan jasur ayollarimizdan faxrlanamiz. G'ulji qirg'inchiligi xalqimizning uyg'unishi, dunyoga mustaqillikni asliga keltirish, hurlikka erishish uchun tirishchilik ko'rsatish irodasini namoyon qildi. G'ulji qirg'inchiligidan 20 yil o'tgandan keyin Xitoy Sharq Turkistondagi ishg'ol, irqiy qirg'inchilik va mustamlika harakatini texmi kuchaytirdi. Yillarning o'tishi bilan tilimiz, kulturimiz, kimligimiz, mavjudligimiz Xitoy ishg'olchi kuchlari tomonidan yo'q qilinmoqda. Xitoy ishg'olchilari 2014-yili boshlangan va 2016-yildan boshlab mustamlika, ishg'ol va irqiy qirg'inchilikni texmi kuchaytgandan keyin millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq, O'zbek, Tatar qatorliq turkiy xalqlarni jazo lagerlari va turmalarga qamab, majburiy emgakka soldi, tug'mas qilib etdi, tibbiy sinoqning obyekti qildi, organlarini sug'urib oldi, bosqinchilik qildi. Hatto o'ltirib etdi. G'ulji qirg'inchiligiga o'xshash qirg'inchiliklar ilmi davomlashmoqda. Xitoyning maqsadi davlatimizni va xalqimizni yo'qotishdan iborat. Sharq Turkiston va uning xalqi uchun vaqt bek qiz. Erlarimiz organlari uchun o'ltirilyotdi. Ayollarimiz sistemli turda tajovuzchilikka uchrayotdi. Tug'mas qilinyotdi va turli zulmga duchor bo'lyotdi. Bolalarimiz osmonasiya qilinyotdi. Shak shubsizki, Xitoyning Sharq Turkistonda qilayotgan qilmishlari irqiy qirg'inchilikdan iborat. Yillardan beri davlatlarning Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi va uni to'xtatish uchun harakat qilyapmiz. Hammaga ma'lum bo'lganidek, 2021-yili 19-yanvar kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Amerika parlamenti va hozirgi ma'muriy organ buningga varislik qildi. Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va ishg'ol harakatini to'xtatish to'g'risida biz Amerika parlamenti va mavjud hokimiyatga jiddiy murojaat qildik. Bu yolg'iz irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat bo'lib qolmay, balki Amerikaning qonunlari va manfaatiga har turli jang e'lon qilishdan iborat. Amerika parlamentining vatanimizga Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning haq-huquqi va erkinligini qo'g'dashga aloqador qat'iy pozitsiyasiga rahmat aytamiz. Amerika parlamentining bizni qo'llab-quvvatlashi, Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatining tunilishida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, ishg'ol va mustamlika qilmishini javobgarlikka tortishda intayin muhim rol o'ynaydi.
2018 yılı sentabrda Amerika hükümetini Xitayning Sharqi Turkistonda yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni ayiblash, 21-asrda cho'ng qirg'inchilikqa o'xshash irqiy qirg'inchilikning Sharqi Turkistonda yuz berishining oldini olishni talab qilgan bir arz 100 mingdan ortiq muhojiratga Sharqi Turkistonlikning imzosi bilan Oqsaroyga sunildi. Arznamada irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy tajovuzchi kattaboshlarini Yer sharviy Magnitskiy qonunining ro'yi bo'yicha jazolash, savdo jazosi yurgizish, zulm qilishda qo'llaniladigan dino moslashtirg'ich, kuzatish texnikasi qurollari va boshqa buyumlarning eksport qilinishini cheklash, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın irqiy qirg'inchilikning oldini olish va to'xtatish qonunining ro'yi bo'yicha besim qilish va Sharq Turkistonni besilingan davlat deb e'tirof qilish talab qilindi. Bugun Amerika parlamenti va Amerika hukumati Xitoyning vahshiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish, aloqador Xitoy kattaboshlari va Xitoy o'rinlarini jazolash, majburiy emgak orqali ishlangan mallarning Amerikaga import qilinishini cheklash qatorliq harakatlar orqali bizning talablarimizni qisman o'rinlagan bo'lsa-mu, irqiy qirg'inchilik 2024-yildami izchil davomlashmoqda. Millionlagan Sharq Turkistonliklar yanada jazo lagerlari va turmalarda azob chekmoqda. Nurg'ulg'an Sharq Turkistonlik turk Sharq Turkistondan Xitoyning ichkari o'lkalarigacha uzangan majburiy emgak silish lagerlarida qo'l qilinmoqda. Qalaymaqon tutqun qilishning sirtida ziyolilarimiz, jamoat rahbarlarimiz, diniy arboblarimiz alayda nishon qilindi. Nurg'unlari jazo lagerlarida, turmalarda o'ldirildi. Lager va turmalardagi zulm ahvoli va hayvon kabi ezish shak shubasizki o'limning sababidir. 1 milliondek Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk bolalari oilalaridan majburiy ayirib etishning azobini chekib, davlat yurgizayotgan assimilyatsiya qilish siyosatining qurboniga aylandi. Xalqimizning kulturi, diniy e'tiqodi, mavjudligi, erkinligi Xitoy hukumati tomonidan asta-asta yo'qotilmoqda. Biz Amerika hukumatining istaksiz ijroiya organini Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati, mustamlikasidan maydonga kelgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat krizisiga qarshi ahamiyatli harakat qo'llanishga rahbarlik qilib, irqiy qirg'inchilikni keltirib chiqarayotgan masala bo'lgan Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilishi va mustamlikasini oxirlashtirishini talab qilamiz. Amerika parlamentining Sharq Turkistonni besilingan davlat deb e'tirof qilishini talab qilamiz. Biz Amerika parlamentidan xuddi Tibetga qilganga o'xshash Amerikaning siyosati bo'yicha Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib olganligini, Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilashga hurmat qiladigan Sharq Turkistonga munosabatlik masalaning Xitoyning aytgandek Xitoyning ichki masalasi emasligini gavdalantiradigan qarorni sunishini talab qilamiz. Biz Amerika parlamentidan Uyg'ur siyosat qonunini Sharq Turkiston siyosat qonuniga o'zgartishini, Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq, O'zbek, Mo'ng'ul qatorliq millatlarni o'z ichiga oladigan shaklda o'zgartishini talab qilamiz. Bu atrofli usul Sharq Turkiston xalqi duch kelgan turli masalalarning oldini oladi. Biz yana Amerika parlamentidan Sharq Turkistondagi insoniy krizisni bo'libmi, Xitoyning Amerikada yashayotgan Sharq Turkistonliklarga qadar so'zilgan ziyonkashligining oldini olish, to'xtatish uchun Amerika Tashqi ishlar ministrligining alohida o'rin barpo qilib, Sharq Turkiston ishlariga maxsus bir moslashtiruvchi tayinlab, davlat ichi va xalqaroda sijil diqqat va ahamiyatli harakatga kafolatlik qilishini talab qilamiz. Biz yana Amerika parlamentidan Sharq Turkistonning adolatga erishish ko'rishini qo'llashini va yana parlamentning Sharq Turkistonning xalqaro jinoiy ishlar sudiga sungan arzini qo'llashini yoki Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyatini xalqaro adliya sudiga murojaat qilish orqali adolatga erishish, jinoyatchilarning javobgarligini surishti qilishdagi tirishchanligini qo'llashini talab qilamiz. Xalqaro jamiyat cho'qim birlikda Xitoy davlatining, Xitoy kompartiyasining jinoyatini javobgarlikka tortishi kerak. Biz Amerika hukumati, Amerika parlamentidan Xitoyning Sharq Turkiston davlatini yo'q qilib etishiga qarshi turishini, xuddi Tibetga qilgandek Xitoyning Sharq Turkistonning kimligini yo'qotish tirishchanligiga qarshi turib, vatanimizning nomini Xitoy qo'ygan yangi chegara ma'nosida keladigan mustamlika nomi bilan atamay Sharq Turkiston deb atashini talab qilamiz. Xulosalaganda biz Amerika Avom palatasi Tashqi ishlar komiteti, Kengash palatasi Aloqa komiteti va Xitoy kompartiyasiga qarshi tanlangan komitetni Amerika hukumati va xalqaro jamiyatga rahbarlik qilib, Xitoyning uzunga so'zilgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatiga qarshi turishga chaqiramiz. Millionlagan begunoh kishilarning taqdiri xatar ichida.
Tarix bizning bu zulmga va adolatga bo'lgan kollektiv inkosimizga hukm qiladi dedi. Undan keyin Aziz Sulaymon apandi 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining ahamiyati, roli va sirtqi dunyoga beradigan uchuri haqida to'xtalib o'tgandan keyin Sharq Turkiston xalqining har fursatda Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliyatiga, mustamlikasiga taqobil turib, mustaqillikni asliga keltirish uchun kurash qiladiganligini, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston xalqini qanday qiyin sharoitda qo'yishdan qat'iy nazar sukut qilmaydiganligini, Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash qilib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltiradiganligini aytdi. Keyin Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi Sharq Turkiston surguni hukumatining raisi va bosh ministrining maktubini Oqsaroy Tashqi ishlar komitetining raisi va Kengash palata Tashqi ishlar munosabati komitetining raisiga topshirganligini aytgandan keyin shu to'lab Amerika parlamentini, Amerika hukumatini Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishiga yordam berishga chaqiriq qildi. Justice for East Turkestan! Here is Turkestan's plea! Tuvanda Tashqi ishlar ministrimiz Salih Xudoyor apandining xalqimizga qilgan xitobini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum barliq qarindoshlar. Hammalarniki o'sha vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Garchi bu kun biz uchun bir xayrli kun emas. Millatimizningki va G'uljidagi xalqimizningki qirg'inchilik uchragan fojialik bir kun. Ammo bu kun Sharq Turkiston xalqininki mustaqilligidan voz kechmaganligini, Xitoyning dushmanligini tunuganligini va Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirmay boshqa yo'l yo'q ekanligini so'q demay necha minglarcha vatandoshlarimiz, qarindoshlarimiz G'uljining ko'chalariga to'kilib, bizimizning davlatimizningki haq huquqlarini, xalqimizning, millatimizningki erkinligini, davlatimizningki mustaqilligini talab qilib necha ming qarindoshlarimiz shahid bo'ldi. Biz bu chet ellarda yana shu shahid qarindoshlarımızın qon bedeli yaşayotimiz qarindoshlar. Bizning majburiyatimiz yalnız insonlik majburiyatidan sirt Sharq Turkistonlik, musulmonlik, Uyg'urlik, qozoqlik, qirg'izlik boshqa insonlik majburiyatimiz vatanimizga, davlatimizga, aşağıdaki o'ltirilayotgan, turmalarda qiynalib, bosqinchilikqa, ishkencega, zulmga duchor bo'layotgan xalqimizga, qarindoshlarimizga, atalarımızga, analarımızga, balalarımızga, aç-singil qarindoshlarimizga ega chiqish aziz qarindoshlar. Ve bunu qanday qilamiz? Xalqaroga hammamizningki barliq tashkilotlar yalnız xalq bunu teşkilatlar unumasa xalqimiz besimimizni ishlatib bu manqur teşkilatlarga, manqur faaliyetçilerge bu yolga meni ishga majburlashimiz kerak aziz qarindoshlar. Bizningki mustaqil davlatimizni asli keltirmay turib, bizningki kishilik huquqimiz, erkinlikimiz, diniy huquqlarimiz, insondek yashash fursatimiz bo'lmaydiganligini hammamiz ko'ryapmiz. Davlatsizlikninki dardini hammamiz tortyapmiz. Davlatimiz bo'lmasa başka bir kuch kelib bizga chiqmaydi, biz o'zimizga chiqmasak. Shuning uchun hammamizning talabi o'xshash bo'lishi kerak. Hammamizning birinchi vazifamiz, oxirgi nishonimiz emas, birinchi nishonimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish bo'lishi kerak aziz qarindoshlar. Birinchi nishonimiz shu bo'lishi kerak. Davlatimizning mustaqilligini asli keltirgandan keyin bizningki kishilik huquqimiz, erkinligimiz, diniy haqlarimiz, bayligimiz, mavjudligimiz hamma narsaga shu bir narsaga bog'liq qila oladi. O bo'lsa Sharq Turkiston davlatining mustaqilligi, ya'ni mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetininki qaytadan asli kelishi aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz bu yo'lda hamma yerda dunyoning nerede bo'lsak o'xshash talabni qilishimiz kerak. Xalqaro deyishimiz kerak. Agar seninki resmiy kishilik huquqni hurmatlaydigan, kishilik huquqni himoya qiladigan niyating bo'lsa,
Eğer öz takdirini öz belgileşini hürmet kıldıgan niyetin bolsa, bizning kırılıp gitişimizni to'xtatish niyetin bolsa, aldı bilen devletimizni beslavagan devlet tap itiraf kıl. Xitoy jallatlarini, Xitoy devletini xalqaro jinoiy ishlar sotiga, xalqaro adolat sotiga appa, Sharq Turkiston devlet meselesini BDT'nin kun tartibiga akka deyishimiz kerak. Boshqa qilgan hareketlerinin hammasi quruq. Çünkü mana Amerika irqiy qirg'inchilikni itiraf qildi. Nurg'un davlatlar irqiy qirg'inchilik dedi. Xalqaro irqiy qirg'inchilik qilyapti deb hammasi bildi. Qonunlarni chiqardi, uni qildi, buni qildi. Ammo yana necha million qarindoshlarimiz, ya'ni 40 milyon qarindoshlarimiz Sharq Turkistonda qirilyapti. Turmalarda yetyapti, o'ltirilyapti. Birisini qutqizammidik. Nima qutqiza olaydi? Davlatimizningki mustaqillikni asla keltirish. Davlatimizni asliq yegandan keyin, uningdan keyin ularni qutqiza olaymiz, ularga ilişki alaymiz, mevcutluğumuzu saklay alaymiz, hamma narsamiz bo'ladi qarindoshlar. Shuning uchun xalq buluş butunla bilen barliq tashkilotlarga, barliq faoliyatchilarga senin birinci mecburiyetin ma'u Sharq Turkiston devletinin mustaqilligini asli keltirish. Mush yo'lda menishim kerak. Devletimizni beslavagan zimin deb itiraf qildirishim kerak. Xitoy jallatlarini, Xitoy devletini xalqaro adolat sotiga, xalqaroning akilishini yo'lga menishim kerak. Xitoy jallatlarini xalqaro jinoiy ishlar sotiga akilishini yo'lga menishim kerak. Sharq Turkiston devlet meselesini BDT'nin kun tartibiga akilishini yo'lga menishim kerak. Başka quruq ishini qo'yib qo'y, mushuni qil deyishing kerak aziz qarindoshlar. Bo'lmasa bizningki qutulishimiz yo'q. Biz vaqt nurg'un vaqtimizni isrof qildik. Nurg'un mana shaxsan men chet elga chiqqilga 24 yil bo'lay dedi. 24 yil. 24 yilning yozi mana shu sergazdan yashayapmiz. 5 yılın yazı Allah'a şükür azrak bir ilgirleş buldu. Ama bu ilgirleşini tusavatkan bazı münafık hainler var. İsmini demişsem mi zaten kandalıkını üzerine bilirsiniz aziz halkım. Sizler halk buluşunuz putunlu bilen. Eğer karendişim deydiğen bolsanlar üzerindeki aşağıda kırılavatkan halkını üzerine karendiş deydiğen bolsa, üzerine Uygur, üzerine Şarkı Türkistanlık, üzerine insan deydiğen bolsanlar, o teşkilatlara ortalmış davagerlige ma birinci vazifen Şarkı Türkistan'ın beslavagan devlet itiraf kıldırış. Birinci vazifen Şarkı Türkistan meselesini BDT'ninki devlet meselesini, kişilik hukuk meselesini demez, devlet meselesini, zaman meselesini BDT'nin kun tartibine keldiriş için barlık şunu yetkizişin gerek. Eğer Amerikalıklar ya başkasına kim pul biri atsa, ya bunu kılanmayımızsa pulunu red kılmayız. Onda pul gerek emez bizge. Devletimiz gerek. Deyişini mecburlaşımız gerek aziz qarindoshlar. Biz Allah'a şükür halkınınki yani umumi Şarkı Türkistan halkınınki qo'llashi bilan ve besimi bilan bu münafıklarınki basırıp koygan kanunni o'tirg'i chiqarib kanun qila oldik. Gerçi aciz bo'lsa-mu qila oldik. Biz 109 ming ularniki atalmış Şinjan petitioniga Şarkı Türkistan petitioni bilan qarshi turib Aqsaroyga 109 ming imzo bilan bugungi mush irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib Xitoyni jazolat, Xitoy amaldorlarini jazolat, Xitoy shirkatlarini jazolat, Xitoy bilan munosabatni imqilma bizning masalamizni BDT'ga kun tartib akka deb imzo atdik 109 mingimiz. Ve şu imzalı bilen, şu hareket bilen bugünkü müşarekele aldık. Ama yana çağırık kılman. Yani biz izchil hareket kılışımız gerek. Biz devletimizden başka yol yok ekanligini dünyanın hamma yerida o'xshash shuar bilan, o'xshash talab bilan, o'xshash arzu bilan mixdek qadilib tursak, xalqaro bizningki irodamizni hurmat qilmay boshqa chorasi yo'q. Munofiqlarni, xoinlarni
çırak tasak, milletin sepimizin çıkırtıversek, olarga salam vermesek, onun diki o münafık hayırlımı, münafıklıktan hayırlıkıdan vaz geçidi. Ve kalbi kılımız. Aziz karandaşlar. Şunun için yana deydiğim şu. Nerede bolsanlar, dünyanın ne kayısı devletinde bolsanlar, yalnız bir kişilik bolsanlar mı, özellikle şu bir kişilik Şarkı Türkistanlık, Uygurluk, insanlık burçunun ada kılıp, özellikle şu turavatkan devletinin parlamentiga, Taşkı İşler Ministeriga, teşkilatını bilen, eğer yalnız bir kişi bolsanlar, şu bir kişi aslında kuşap, aşı devletinin ki turavatkan parlament azalarına, Taşkı İşler Ministeriga muş talabını kılınlar. Devletimizni biz Slovak'ın zimindep itiraf kıpı, bizninki müstakillikten bizge başka yol yok ekanligini itiraf kıl. Biz devletimiz bo'lmasa hiç kim bizge chiqmaydiganligini, sen mega chiqmayotsa boshqasi mega chiqmaydi o. Şu fakat devletimizga chiqalaydi bizge. Shuning uchun biz devletimizni asli keltirish uchun bizga yordam ber. Qo'lingdan kelganini qil deb shuni qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bizning talabimiz bu shu deb hammasiga agar kishilik huquq nuqtasidan qilsam bunda bo'lsa kishilik huquq qirg'inchilik bilan opera Xitoyni xalqaro jinoiy sudga, opera Xitoyni xalqaro adolat sudga jiyalishimiz kerak aziz qarindoshlar. Andan keyin hammamiz bu shunda eng oddiy besimni qila olsak, hammamiz birlikda buni ishni qilsak, chuqur g'alaba qilamiz. Qanday hozirgacha g'alaba qilib kelyapsak, inshaalloh bunday keyin g'alaba qilamiz aziz qarindoshlar. Hammanglarga mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Kelgusimiz xayrlik bo'lsin. Allah bizni ki devletimizin müstakillikini asla keltirish uchun bizga kuch-quvvat, jasorat, o'z panohidan bizga iqtisodiy, askariy, siyosiy, diplomasiya yordamlarni bersin. Devletimizni, hükümetimizni kuchlantirsin. Hainlarni, munofiqlarni bizning sepimizdan, milletimizin arasından yirak qilsin. Hainlarning, munofiqlarning, sotqinlarning, düşmanlarning yaman niyetlerinden, yaman suikastlardan ve tüm şeytanlarning suikastlardan bu milletimizni, halkımızı, davasımızı, hükümetimizni, devletimizni saklasın. Amin. Ve bizni bilip bilmey vatanimizga, devletimizga, milletimizga, halkımızga xiyonet qilib qilishdan, sotqinlik qilib qilishdan, munofiqlik qilib qilishdan saqlasin. Amin. Şehitlerimizga şu 5 fevraldagi kırılgan şehitlerimiz ve tüm Şarkı Türkistan'daki az burundan tatip bazı kırılavatkan şehitlerimizdeki yatkan yerini Firdevs cennet ata kılgay. Amin. Bizni şu şehitlerinin ruhini ata kılgay. Şu şehitlerdek biz mi inşallah bir gün kelip şu Şarkı Türkistan'ımızdaki müstakillik için düşmanımızga kolumuzda kural bilen Şarkı Türkistan'ı azat kılış için, Şarkı Türkistan'ın müstakillikini keltiriş için düşmanımız bilen karşı uruşka ve şehitlik mürtebin erişkin nasip kılsın. Amin. Amin. Şivisiya Uyghur Komitetimi Stokholmdagi Şivisiya Tashqi ishlar Ministerligining oldida 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 27 yilligini xotirladi. Axborot e'lon qilib, G'ulji qirg'inchiligining orqa ko'rinishini, qirg'inchilik jarayonini, Xitoyning dahshatlik bostirishlarini, G'ulji qirg'inchiligining ahamiyatini, Xitoy tajovuzchilarining yaqinqi bir necha yil mobaynidagi avjiga chiqargan irqiy qirg'inchilik qilmishini, Sharq Turkistondagi turk xalqining irqiy qirg'inchilikdan qutulib, hurlikka, kishilik huquqiga erishishning birdan-bir yo'lining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini, Xitoy tajovuzchilari qanchalik zulm qilishidan qat'iy nazar, Sharq Turkiston xalqining tiz bitmaydiganligini, qat'iy iroda bilan Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliyatiga, mustamlikasiga qarshi adoqcha kurash qiladiganligini, Şivisiya hükümeti ve dünyanın her qaysi joylaridagi davlat hukumatlarining Xitoyning irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirish uchun amaliy harakat qo'llanib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun yordam qilishini talab qilganligini aytdi.
Namoyish qilgan vaqt Shvetsiya Tashqi ishlar ministrligining har qaysi davlatlarning elchilarini da'vat qilgan vaqtiga to'g'ri keldi. Tarix insonga xos bo'lgan va uning ishlab chiqargan mahsulidir. Tarixsizlik faqat hayvonlarga oiddir. Agar insoniy suratimizdan tashqari shundaqla yeb-ichib yashashdan, o'rmon qonuni hukm surayotgan dunyoda putirab turish ko'rishi yo'lidagi tirikchilik qo'yga banit bo'lib o'tishdan boshqa insoniy xususiyatimiz hali tirik deb qarasak, bulg'angan tarixni quchoqlab yetib, allaylanib yashashni, mayatda tarixsiz millatga aylanishni qabul qilib yashayotganimiz yetmagandek, tarixsiz tub bo'lib ezib tugashni qabul qilishga qarab ilgirlashdek sun'iy va halokatlik yo'lning bizni ram qilib olishiga yo'l qo'ymasligimiz, yashayotgan dunyoning ilangishlarida sangilatilgancha o'zligimizni yitirib qo'yishdan sagaklik bilan mudofaada turishimiz lozim. Buning uchun millatning tarixini o'zliksiz qilib turish roliga ega bo'lgan til, din, madaniyat, kultur va ota ajdod merosi kabi milliy qadriyatlarimizga ega chiqishni uzib qo'ymasligimiz zarur. Buni to'salg'isizlashtirish, qarg'a kelar holatga elib kelishning yo'li bo'lsa, oldi bilan to'salg'ularning nimaligini bekitish va bir taraf qilish. Her türlü ro'yi qulluqqa qarshi keskin tarzda jang e'lon qila oladigan, yoq deya oladigan ongni zihniyatimizni shakllantirishdir. Shuningdek, vatansatlar doirlar bilan unutildirilgan va obrazi bulg'ab etilgan qahramonlarimizni farqlantirgudek saviya sapa yetildirish. O'z qo'limizda tiklatkizilgan milliy butlarni ikkilanmasdan yana o'z qo'limiz bilan chaqib tashlashga jur'at qila oladigan ibrohimiycha ruhdan, sutuqcha jasoratdan, Yusuf Xas Hacibcha bilgi, hikmet ve parasatdan nesibe almağımız zarur. Qachonki suzuk iman, milliy ruh ve ilim hikmetni bir gavda qilib shakllangan o'zlikni, o'zimizga xos bo'lgan zihniyatni barpo qilib chiqalayotganmiz. Shubhisizki, asorat kishilarimiz bir tal hal qismi qolmay parchaqlangusi va bu bizni muvaqqat istiqlol va istiqbolga yuzlantirgusi, erishtirgusidir. İnşallah. Borxon Muhammadning suyuqlantirilgan mustaqillik va Satqulluq Gülengülleri namlıq makalesinden elindi. Bugünkü haberlerimiz bu yerde ahırlaştı. Kelar qıtımıq programımız görüşküçe Allah'a emanet boğaysılar.